Assalomu alaykum barchaga. Bugun 2026-yil 15-iyul. Birinchi smena savollarini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi savol. 1 dan 85 gacha bo'lgan natural sonlar ketma-ket yozilganda 6 raqami jami necha marotaba qo'llangan bo'ladi dedi. Demak, 1 dan 85 gacha bo'lgan natural sonlar 1, 2, 3, hokazo 9, 10, 11 va shu tartibda ketadi 84, 85 gacha ekan. Ya'ni shunaqa qilib ketma-ket yozilganda natural shu mana bu sonlarda 6 raqami necha marta qatnashgan deyapti. O'zi 6 raqami qaysi sonlarda bor? 1 dan 85 gacha bo'lgan qaysi sonlarda 6 raqami o'zi qatnashadi? 6 ning o'zida 6 qatnashadi, 16 da 6 qatnashadi, yana boshqa 26 da, 36 da, 46, 56, undan keyin 60 bo'lib ketadi. 61 da, 62 da, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70 da qatnashmaydi, 76 da qatnashadi. Undan keyin 86 da qatnashar edi, ammo u 86 kirmaydi-da bu oraliqqa. Demak, umumiy holda 6 necha marta qatnashgan shu yerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya'ni mana bunda 2 marta qatnashgan. 14, 15, 16, 17. To'xtadi, bittasini qolib ketdimi? Ha, bu yerda 65 qolib ketibdi. 63, 64, 65. Xo'p, umumiy 18 marta qatnashar ekan. 6 raqami. 1 dan 85 gacha bo'lgan natural sonlar ichida 8 raqami qatnashgan necha ikki xonali son mavjud deyilgan. Ya'ni 1 dan 85 gacha bo'lgan natural sonlar orasida 8 raqami qatnashgan ikki xonali sonlar nechta? Ikki xonali sonlar. Nechta ikki xonali son mavjud? Demak, 1 dan 85 gacha ikki xonali sonlar o'zi qanaqa? 10, 11, 23 misol uchun shunaqa turdagi sonlar, ya'ni ikki raqam qatnashadi, ikkita son. Bular ikki xonali sonlar hisoblanadi. Misol uchun 1, 3, 9 deganlarimiz bu bizlarda bir xonali sonlar, ya'ni bir son qatnashyapti-da. 134 bular esa 3 xonali sonlar. Demak, 1 dan 85 gacha bo'lgan ikki xonali sonlarda, ya'ni nechtasida 8 raqami qatnashgan? 8 raqami qatnashgan ikki xonali sonlar 18, albatta ikki xonalilar. 28, 38, 48, 58, 68, 78, undan keyin 80, ya'ni bu ham ikki xonali son 8 qatnashgan. 81, 82, 83, 84 va 85 oxirgisi. Demak, nechta ikki xonali son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ta ekan. 13 ta ikki xonali sonda bizlarda 8 raqami qatnashadi. Hisoblang deyilgan. Demak, bizlar birinchi navbatda mana bu aralash kasr deb aytiladi. Sababi bunda butun qism ham, surat va mahrajlar ham qatnashadi. Ya'ni shuning uchun bu aralash kasr deb aytiladi. Birinchi navbatda bizlar aralash kasrni noto'g'ri kasrga aylantirib olishimiz kerak. Noto'g'ri kasrga aylantirish uchun 1 ni 3 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirish. Chiqqan natijaga 2 ni qo'shamiz. Necha bo'ladi? 1 ga 3 ni ko'paytirsak 3, 2 ni qo'shsak 5. Ya'ni bu noto'g'ri kasrda teng bo'ladi. 5 taqsim mahraj o'zgarmaydi 3 ga. Demak, 1/3 dan 2 ni o'rniga 5 taqsim 3 ni qo'yamiz. Bo'lingan 5. Endi mana bu bo'lishni ko'paytirishga aylantirsak bo'ladi. Ko'paytirishga bo'linma ko'paymaga aylanayotgan paytda undan keyin keluvchi son 1 taqsim bo'lib ketadi. 1 taqsim 5 bo'lib ketadi. Demak, bu yerdan ko'rishimiz mumkin 5 lar qisqaradi. Yuqorida faqat 1 qoldi, pastda esa 3 qoldi. Javob 1 taqsim 3 bo'lar ekan. Ifodaning qiymatini toping. 0,2 ko'paytirilgan 30 ni 10 ko'paytirib 3 deb yozsam bo'ladimi? Bo'ladi. Qo'shilgan
11,5 ni bizlar kasr ko'rinishida yozsak 3 taqsim 2 bo'ladi. Yokida bunaqa qilinmasak, misol uchun shu ko'rinishda ko'paytirsak ham bo'ladi hozir. Demak, 0,2 ga 10 ni ko'paytirayotganda 10 shunchaki mana bu virgulni bir pog'ona chapga surib 10 ga surib beradi, 10 ga. Bir pog'ona 10 ga suradi. Shunda bu yerda mana bu virgul 2 dan keyin joylashib qoladimi? Bu faqat 2 ga teng bo'lib qoladi degani shunda. 2 ko'paytirilgan 3. Endi mana bu ko'paytmada bizlar virgulni yo'q deb o'ylaylik. Virgul yo'q. Virgul yo'q. Shunda qanday bo'lib qoladi? 15 ga 75 ko'payapti degani. 15 ga 75 ni ko'paytiramiz. Demak, buni ustun shaklda ko'paytirsa ham bo'ladi. Demak, 5 ga 5 ni ko'paytiramiz. 5 25 bo'ladi. Ikkisi yodda. 7 ga 5 ni ko'paytirsak 35, yoddagi 2 bilan 37. 1 ga 5 5 bo'ladi. 1 ga 7 7 bo'ladi. Qo'shamiz. 5 2 1 1. 1125 bo'ladi. Endi bizlar boya virgulimiz bor edi-ku. Virgulimiz bor, albatta. Birinchi sonda virguldan keyin nechta son bor? Bitta son. Bunda ham bitta son. Umumiy ikkita son qolish kerak ekan ko'paytmada. Ya'ni mana. Agar mana bu yerda 51 bo'lganida nechta son umumiy? 3 ta virgul bu yerdan qo'yilgan bo'lardi. Xuddi shunday. Demak, 2 ga 3 ni ko'paytirsak bu 6. 6 ga 11,25 ni qo'shsak, ustma-ust tushganda 17,25 bo'lib qoladi. Ifodani soddalashtiring. Demak, 5 ko'paytirilgan x ko'paytirilgan y minus, demak bu ikkalasi sonlari ko'payadi, 6 bo'ladi. Ortadagi koeffitsiyentlar, mana bu noma'lumlar turaveradi. X ko'paytirib y plus 2x y. Endi e'tibor bersanglar, barchasida mana bu noma'lumlarning ko'rinishi bir xil. Bir xil bo'lsa, demak, bu degani uning oldidagi koeffitsiyentlarni shunchaki hisoblab yuborsak bo'ldi degan. Ya'ni 5 dan 6 ni ayirib 2 ni qo'shib qo'ysak ham bo'ldi degan. Oxirida koeffitsiyentni qo'yib, mana bu noma'lumni ko'rinishini qo'yib qo'yamiz. Demak, buni hisoblasak 1 bo'ladi. 1 ko'paytirilgan x y. 1 ga xohlagan sonni ko'paytirsangiz ham shu sonning o'zi kelib chiqaveradi. Aka-ukada jami 112 ta yong'oq bor. Agar aka ukasiga 19 ta yong'oq bersa, ularning yong'oqlari soni teng bo'ladi. Dastlab akada nechta yong'oq bor? Demak, akadagi yong'oqlar sonini misol uchun x ta deb olaylik. X ta. Bilmaymiz-da aniq. Shuning uchun biror bir harf bilan belgilab olaman. Ukada esa ukada y ta deb olaylik. Endi ularda jami 112 ta yong'oq bor. Demak, bu degani misol uchun akada x ta bor, ukada y ta. Endi jami desa ikkalasini qo'shamiz. Qo'shamiz. 112 ta ekan. Mana. Endi aka, mana akada x ta yong'oq bor edi. O'zining 19 ta yong'oqni bersa qanday qoladi? X minus 19 qoladi, mana. 19 ta yong'oqni ukaga bersa, demak, ukada qancha bo'ladi? Y bor edi, 19 ta yong'oq kelib qo'shildi. Agar bersa, ulardagi yong'oqlar tenglashar ekan mana. Tenglashar ekan. Dastlab akada nechta yong'oq bor edi? Ya'ni x ni topishimiz kerak bu yerda. X qo'shilgan y teng 112. Demak, noma'lumlarni bir tarafga yig'aman. Ya'ni y ni bu tarafga, minus 19 ni esa bu tarafga yig'aman. Demak, y o'ng tarafda oldida hech narsa turmasa, bu plus degani. Plus bo'lsa, u tenglikning boshqa tarafiga o'tayotgan paytda ishorasi o'zgarib, ya'ni minus bo'lib o'tadi. X minus bo'lib o'tadi mana, minus y teng. Minus 19 chap tarafdan oldi minusmi, demak u o'ng tarafga, ya'ni tenglikning boshqa tarafiga o'tganda ishorasi o'zgarib, ya'ni plus holatda o'tadi. 19 qo'shilgan 19 bo'lib qoladi. Ya'ni 38. Endi qaranglar. X plus biror bir sonlar yig'indisi 112 ga, ularning ayirmasi esa 38 ga teng. Demak, mana bu joyda bizlar x ni topishimiz kerak-ku, ya'ni akaning yong'oqlari. Mana bu yerda qo'shib yuboraman. Tenglikning chap tarafidagilar qo'shiladi bir-biriga. Tenglikning o'ng tarafidagilar bir-biriga qo'shiladi. Demak, x ga y qo'shiladi, unga qo'shiladi x minus y. 112 ga 38 qo'shiladi. Demak, bu yerdan mana bu y'lar qisqarib ketadi-yu, misol uchun
biror bir sonni qo'shib, undan keyin yana shu sonni ayirsak, baribir nima farqi bor degan gap kelib chiqadi. Endi x ga x ni qo'shsak degani bu bizlarga x ni 2 ga ko'paytirdik degani bilan bir xil. Ya'ni 3 ga 3 ni qo'shsak, bu 2 ga 3 ni ko'paytirganimiz bilan bir xil-da. Shunday gap. Demak, 112 ga 38 ni qo'shsak, bizlarda 150 paydo bo'ladi. Endi 2 ga qaysi sonni ko'paytirsak 150? 2 teng 2 bu yerda ko'paytirish bo'lib turibdi. Bu tarafga o'tsa, u bo'lish bo'lib chiqadi. 150 ni 2 ga bo'lsak, bu 75. Bir oy davomida jami 2000 ta qadoqda olma tarqatildi. Ya'ni jami 2000 ta qadoqda olmalar tarqatildi. Agar har bir qadoqdagi olmaning vazni 350 grammni tashkil etsa, bir oyda jami necha sentner olma tarqatilgan? Demak, bizlarda nechta qadoq bor? 2000 ta qadoq bor va har bir qadoqda 350 grammdan olma bor. Demak, umumiy hamma qadoqlarda jami qancha gram olma bor? Buni topish uchun 2000 ga 350 ni ko'paytiramiz. Ya'ni 2000 ta qadoq bor, har biri 350 grammdan. Umumiyni topish uchun esa 2000 ga 350 ni ko'paytiramiz. Demak, bu yerda ko'paytirishda mana bu 3 ta umumiy 4 ta nolni yo'q deb o'ylasak bo'ladi. Ya'ni 2 ga 35 ni ko'paytiramiz, necha bo'ladi? 70. Va mana bu yerda nechta nol bor umumiy? 3 ta va 4 ta. Shu 4 ta nolni 2 va 35 lar ko'paytmasining iziga deb yozib qo'ysak bo'ldi. Shunda qanday son kelib chiqadi bizlarda? 700 ming. Umumiy 2000 ta qadoqda 700 ming gram olma bor ekan. Endi bizlar birlikni, mana bu gram degan birlikni sentnerga almashtirishimiz kerak. Sentner bu tonnadan keyin keluvchi, tonnadan oldin keluvchi og'irlik o'lchov birligi hisoblanadi. Gram, undan keyin kilogram, adashmayotgan bo'lsam, kilogramdan keyin sentner keladi. Sentnerdan keyin tonna keladi. Demak, endi birinchi navbatda gramni bizlar kilogramga aylantirib olishimiz kerak. Kilogramga aylantirish uchun endi qaranglar-da. Qaysi biri kattaroq birlik hisoblanadi? Kilogram kattaroq birlik hisoblanadi. Demak, bu degani kilogramning o'zi kattaroq birlik hisoblansa, kilogramning o'rnida turgan son gramda kattalashib ketadi. Bu degani gramdagi turgan son kilogramga o'tayotgan paytda kichiklashadi. Sababi uning birligi kamayadi. Kilogramga aylantirish uchun 1 kilogram bizlarda 1000 gram hisoblanadi. Demak, 1000 ga bo'lamiz. 1000 ga bo'ldik degani bu nechta nol bor? 3 ta. 3 ta nolni qisqartdik degani. 1700 kilogram bo'lib qolar ekan. Endi qaranglar-da. Kilogramdan tonnaga aylantirishimiz kerak hozir. 1 tonnada necha kilogram bor? Albatta 1000 kilogram bor. Ammo bizlarga sentner kerak. Demak, 1 tonnada 1000 kilogram 1000 kilogram bo'lsa 1 tonna, 1 sentner 100 kilogram hisoblanadi. Ya'ni har 100 kilogram bu 1 sentner hisoblanadi. Demak, sentnerga aylantirish uchun 700 imizni bizlar 100 ga bo'lishimiz kerak. Bu degani oxirdagi ikkita nol qisqardi degani, ya'ni 7 sentner bo'lar ekan umumiy. Bug'doy yanchilganda undan 75% un olinadi. 6 sentner un olish uchun necha kilogram bug'doy kerak bo'ladi? Demak, birinchi mana bu 6 sentnerni kilogramga aylantirib olaylik. Buning uchun nima qilamiz? 100 ga ko'paytiramiz. Ya'ni katta birlikdan kichkina birlikka o'tayotgan paytda ko'paytiramiz. Demak, 100 ga ko'paytirsak 600 kilogram bo'lar ekanda. Ya'ni aytadi savolda 600 kilogram un olish uchun necha kilogram bug'doy kerak? Demak, bizlarda 600 kilogram un paydo bo'lgan. Unni olish uchun bizlarga qandaydir bir kilogramda bug'doy kerak. Endi shu bug'doyni, misol uchun, g'arozdan o'tkazamiz-ku, shu g'aroz deydimi? Shu o'tayotgan paytda uning 75% mana bu misol uchun x kilogramni tiqib shu g'arozga soldik bug'doyni. Uning 75% bizlarda, ya'ni 600 kilogrammi un bo'lib chiqdi mana. Ya'ni x kilogramning 75% un bo'lib chiqdi. Bizlarga shunda qancha kilogram bug'doy, ya'ni x kerak bo'ladi. Demak, foizni bizlar songa aylantirib olishimiz kerak birinchi. Songa aylantirish uchun esa 100 ga bo'lamiz. Teng 600. Demak, mana bu yerda 100
bo'linyaptimi bu yerda? Bu kasr chizig'i bu bildiradi 100 bo'linyapti degani. Demak, uni bu tarafga o'tkazayotgan paytda uning ishorasi o'zgaradi. Ya'ni bu tarafda bo'lingan bo'lsa, tenglikning boshqa bir tarafida u endi ko'paytiriladi. Endi bu yerda 75 ko'payyapti, ya'ni x ga 75 ko'payyapti-yu. U bu tarafga o'tganda esa bo'lib bo'lib tushadi. X teng 600 ga 100 ni ko'paytirsak va uni 75 ga bo'lsak, 60 mingni 75 ga bo'lsak, demak necha bo'ladi? Birinchi har birini demak bizlarda u adashmasam 800 kilogramm bo'ladi. Ya'ni 800 kilogramm bo'lar ekan. Agar 800 kilogramm bug'doy bor bo'lsa, bizlar undan 600 kilogramm un olishimiz mumkin. Tenglamaning nechta haqiqiy ildiziga ega deyilgan? Hop. 3x qo'shilgan 4 teng. Qavslarni ochgan paytda 3 mana bu x ga ham, bu -1 ga ham ko'payib ochiladi qavs ochilgan paytda. Shunda 3 ko'paytirib x -3. Ya'ni 3 ga 1 ni ko'paytirsak -3. 3 bo'ladi, -6. Endi 3x qo'shilgan 4 teng bo'ladi. 3x -3 -6 bu -9. Noma'lumlarni bir tarafga, sonlarni bir tarafga yig'amiz. Shunda misol uchun bu yerda osonrog'i mana bu -9 ni chap tarafga 3x ni bu tarafga o'tkazaylik. Shunda -9 chap tarafga o'tganda qo'shib bo'lib o'tadi. 3x -3x bo'ladi. Qo'shsa 13, 3x dan 3x ikkalasi bir xil sonlar ayrilyapsa, demak 0 bo'ladi. Bizlar bilamiz 13 0 ga teng emas. Ya'ni 13 degan son 0 ga teng emas. Bu degani mana bu tenglamadan umuman javob chiqmaydi degani. Bo'sh to'plam, ya'ni ildizga ega emas. Quyidagi tengsizliklardan nechtasi noto'g'ri deyilgan? Noto'g'ri. Bizlarda birinchi -4 -13 dan katta deyilgan. Misol uchun qaranglar-da, minus sonni tushunishning eng oson yo'li bu bizlarda pul bilan bog'lash. Ya'ni misol uchun plyus sonlar bizlarda bor pullar hisoblanadi. Minus sonlar esa bizlar qarz bo'lgan sonlar hisoblanadi. Ya'ni agar bir misol uchun bizlar birovdan boshqa bir kimsadan qarz bo'lsak, demak u pul bizlarga minus hisoblanadi. Sababi bizlar berishimiz kerak-ku. Ya'ni minus hisoblanadi. Ya'ni minus sonlarni shunaqa qilib tushunsak bo'ladi. Endi qaranglar, qaysi biri yaxshiroq bizlarga yoki da qaysi biri bizlarga kattaroq? -4000 so'm qarz bo'lganimizmi? Ya'ni 4000 so'm qarz bo'lganimizmi yoki 13000 so'm qarz bo'lganimizmi? Albatta 4000 so'm qarz bo'lgan bu biroz yaxshiroq. Bu degani -4 -13 dan biroz kattaroq. Bu to'g'ri, demak. Ikkinchi -29 kichkina -30. 29 mana minusga qarab aytyapman. 29 million, misol uchun million yaxshiroq qarz bo'lgan yaxshiroqmi yoki da -30 million qarz bo'lgan yaxshiroqmi? Endi ikkalasi ham yaxshi emas, ammo yaxshirog'i bizlarda mana bu. Ya'ni 29 million qarz bo'lgani bu biroz 30 millionga qaraganda yengilroq. Shuning uchun bu yerda 30 million katta degani bu xatoda. Endi uchinchi 0 kichkina 6. Umuman qarz ham, oladigan pul ham yo'qdan ko'ra, oladigan pul bor bo'lgani yaxshi. Ya'ni bu degani 6 0 albatta katta. To'rtinchi -2025 katta -2026. Demak, 2025 so'm qarz bo'lganimiz birozgina 2026 so'm qarz bo'lgandan birozgina yaxshiroq. Shuning uchun bu to'g'ri. Demak, noto'g'rilar bizlarda nechta? Bitta ekan. Demak, chizmada to'g'ri burchakli parallelepipedning yoyilmasi ko'rsatilgan. Agar ushbu yoyilgan shakl yig'ilsa, hosil bo'lgan jism hajmi qanday topiladi? Agar uyda biror bir korobka qog'oz bo'lsa, shuni yoyib ko'rsanglar, ya'ni har bir tomonni deb yerga yotqizib ko'rsanglar, xuddi mana shunaqa ko'rinish kelib chiqadi. Xuddi mana shunaqa ko'rinish. Ya'ni mana bu osti bo'ladi, mana bu taraflar ko'tariladi. Mana bu ko'tariladi, mana bu taraf. Bu yuqoriga tom qismi bo'ladi. Bu esa adashmasam mana bu yerga kirib turadi. Mana bunday bo'lib kirib turadi. Bunaqa shunday ko'rinishda ham korobkalar ham bor-ku. Ya'ni bu qism bu mana bu taraf bilan jipslashib ketadi. Bu esa tom qism hisoblanadi, tom. Demak, yuqoriga
buni yig'gan paytda bizlarda korobka ko'rinishida, demak, bunaqa korobkaga kelib chiqadi. Shunga o'xshashroq korobka kelib chiqishi kerak. Endi albatta chizma. Mana. Endi qaranglarda, korobkaning ostingi tarafi bu yerda qaysi biri bo'ladi? Mana bu bo'ladi albatta. Demak, uning taraflari qanday? Bu yer 6 bo'lsa, demak, bu yer ham 6 ekan. Demak, mana bu yer 6. Bu yerlar 90 gradusdan hammasi. Korobka o'zi 90 gradusdan bo'ladi biz. Uni e'tibor berish shart emas. Demak, mana bu yer nimaga teng? Ostingi bu yer. Mana bu yerga teng, ya'ni 10 ga teng ekan mana. Bu yer 10 ga teng ekan. Balandlik kerak endi bizlarga. Balandlik mana bu. Balandlik bizlarda mana bunga teng mana. Ya'ni ko'tarilgan paytda bu balandlik bo'lib qolmaydimi? 4 ga teng ekan. Demak, bizlarda parallelepipedning hajmini topish uchun har turli 3 ta, misol uchun parallelepiped yokida korobkani o'zini yaxshilab qarab ko'ringlar. U korobka bo'lishi shart emas. Yoningizda biror bir kitob bo'lsa ham undan ko'rsa bo'ladi. Kitobda yokida misol uchun shu korobkada, parallelepipedda 3 ta har turli qirrasi yoki tomoni bo'ladi. 3 ta har turli. Mana bu bir alohida bo'ladi, bu bir alohida va mana bu bir alohida. Qolgan, misol uchun mana bu bunga o'xshash bo'ladi. Bu mana bunga o'xshash bo'ladi. Mana bu yokida bu bunga o'xshash bo'ladi. Ya'ni parallelepipedda 3 ta har turli qirrasi, mana bu qirra deb aytiladi, qirrasi bo'ladi. Va bizlarda hajm shu 3 ta har turli qirralar ko'paytmasiga teng bo'ladi. Balandlik. Demak, shu 3 ta har turli qirralar 4 ga, 6 ga va 10 ga teng. Demak, ularning ko'paytmasi bizlarda hajmni berib, 4 ga 6 ni ko'paytirsak 24, unga 10 ni ko'paytirsak 240. Hajmimiz bizlarda 240 nima? Santimetr ko'pmi? Shunga o'xshash narsa bo'lar ekan. Xo'p. To'rtburchakning, demak, to'rtburchak bor, mana. Eni bo'yidan 2 marta uzun. Demak, bo'yini, misol uchun en degan so'zni qaysiligini bilmasak ham bo'yi degan nimaligini bilamiz. Bo'yi mana bu hisoblanadi, bo'yi. Demak, agar bo'yining uzunligi bizlarda x, misol uchun metr bo'lsa, eni undan 2 marta uzun, ya'ni 2x, 2 ga x metr bo'lar ekan. Agar ushbu to'rtburchakning yuzasi 18 bo'lsa, uning bo'yini toping. Demak, yuzini to'rtburchakda ham yuzini topish bu xuddiki boyagi parallelepipedda hajmni topishga o'xshaydi. Ya'ni har xil bo'lgan tomonlarni ko'paytiramiz. To'rtburchakda ikkita har xil tomoni bo'ladi. Mana bu bilan bu. Qolganlari shunga o'xshash bo'ladi. Ya'ni shularning ko'paytmasi bizlarda yuzani beradi. 2x ga x ni ko'paytirganmiz teng 18. X ga x ni ko'paytirsak bu x kvadratini beradi. Ya'ni misol uchun x biror bir 3 bo'lsa, 3 ga 3 ni ko'paytirsak bu 3 ning kvadrati bo'ladi degandek gap. Endi 2 ga ko'paytirib x kvadrat teng 18 bo'lsa, 2 ga qaysi sonni ko'paytirsak 18 bo'ladi? Albatta 9 bo'ladi. X kvadrat teng 9. X ga x ni ko'paytirsak 9 yokida x ning kvadrati teng 9. Qaysi sonning kvadrati 9 ga teng bo'ladi? Bu albatta bizlarda 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni 3 ning kvadrati bizlarda 9 hisoblanadi. Kubning nechta qirrasi bor? Kub deganimiz xuddiki bu ham korobkaga o'xshaydi, ammo biroz tartibliroq desak bo'ladi. Ammo bir xil. Demak, bizlarda mana bu kub hisoblansin. Kubik Rubik bor-ku, shu kubik Rubik shu kubik hisoblanadi. Eng yaxshi kubik shu kub. Demak, nechta qirrasi bor? Qirra degan boya mana bu parallelepipedda aytgan edim-ku. Qaysi biri? Bu qirra hisoblanadi degandimi? Kubda ham xuddi shunday. Demak, mana bitta qirra, ikkinchi qirra, uchinchi qirra, to'rtinchi qirra, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8, 9, 10, 11 va 12. Umumiy jami shunda 12 ta qirra bor ekan. Misol uchun, mana bu qirra hisoblanadi. Bu
tomon yoki yuza hisoblanadi. Mana bular uchlar hisoblanadi, uchi. Parallelped yoki kubning uchlari hisoblanadi. Shuni farqiga borish kerakda. Demak, bizlarda 12 ta qirra bo'lar ekan. Asosi 5 burchak bo'lgan piramidaning yoqlari soni. Asosi 5 burchak ekan. Demak, asosi 5 burchak. Hozir bir daqiqa. Mana. Piramida xuddi mana shunday ko'rinishda. Misr piramidalariga o'xshash. Shunchaki pasti, bizlarda Misr piramidalarida pastbeti asosi 4 burchak bo'lsa, bizlarda 5 burchak hisoblanadi. Nechta yoqlar bor? Yoqlari qanday edi boya? Tomoni yokida mana bular. Demak, bir yoq mana, bu tarafda mana bitta ikkinchi yog'i, orqasida mana bu uchinchi yoq, mana bu to'rtinchi. Bu bizlarga qarab turgani bu 5-chi va oxirgisi bor. Asos 6-chi. Umumiy 6 ta bo'lar ekan. 6 ta yoq. Asosi 7 burchak bo'lgan piramidaning yoqlari sonini toping. Asosi endi bizlarda 7 burchak. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Mana asosi 7 burchak. Endi biroz o'xshamagan bo'lishi mumkin, endi undan yaxshiroq qilib chiza olmayman. Asosi 7 burchak. Mana bu yerda yana bittasi bor. Demak, nechta yog'i bor? Yoqlarni hisoblaymiz mana. Birinchi yoq, ikkinchi yoq, u narigi tarafda uchinchi yoq bor. Mana bu yerda mana 4-chi yoq, mana bu yerda mana 5-chi, 6-chi, 7-chi va oxirgisi yuqori tarafda va o'rtada qolmadi. Va oxirgisi bor bizlarda past taraf, pastda asosi. Bu 7-chi, 8-chi hisoblanadi. Ya'ni umumiy 8 ta yoq bor ekan. Xo'p. Demak, shu bilan bizlarda birinchi smena savollari tugadi. Endi bizlar ikkinchi smena savollarini ko'rib chiqamiz. Hisoblang deyilgan. Hisoblashda xuddi boyagidek usuldan foydalansak bo'ladi. Ya'ni mana bu virgullarni yo'q deb bo'lamiz. 8 ga 14 ni ko'paytirib olamiz. Necha bo'ladi? Demak, 8 ga 10 ni ko'paytirsak 80, 4 ni ko'paytirsak 32. 80 ga 32 112. Endi virgullarni qaytarib qo'yish kerak-ku. Mana bu yerda virguldan so'ng bitta son, bu yerda ikkita son, jami 3 ta son. Demak, bizlar virguldan keyin mana bu yechimda 3 ta son qoldirishimiz kerak. 1, 2, 3. Demak, virgul mana bu yerga qo'yiladi. Bu yerga shunchaki hech narsa yo'q bo'lsa 0 qo'yib qo'yiladi xolos. Demak, javob bizlarda 0.112 bo'lar ekan. Hisoblang. Biror bir sonni 100 ga bo'lish bu shunchaki oxirdagi nollarni olib tashlash yoki virgulni chap tarafga surish. Mana bu yerda ko'rinmaydigan virgul bor oltidan keyin. Demak, virguldan keyin hech qanaqa son bo'lmagan uchun uni qo'ymaganda, endi 100 ga bo'lish shu virgulni 2 birlik, misol uchun nechta nol bor? 2 tami? 2 ta birlik chapga surish bilan bir xil. Demak, shunda bizlarda yechim chiqadi 2.56. Minus bu yerda ham xuddi shunday. Mana bu yerdagi virgulni bir pog'ona chapga suramiz 1.3. Endi 2.56 ni 1.3 ni bo'layotgan paytda birinchi navbatda ustun shaklda bo'lsak, biroz osonroq bo'ladi. Ustun shaklda bo'layotgan paytda virgulning ostiga, to'g'ri ostiga virgul tushishi kerak. Shunda bu yerga 1, bu yerga 3 tushadi. Bu yerda hech qanday son turmasa, uning o'rniga shunchaki 0 qo'yib qo'ying. Demak, ayiradigan bo'lsak, 6 dan 0 ni ayirsak 6, 5 dan 3 ni ayirsak 2, virgulning ostiga virgul tushadi, 2 dan 1 bo'ladi. Demak, javob 1.26. Hisoblang.
Demak, boyagi usul 81 ga 13 ni ko'paytirib olamiz. Necha bo'ladi? Xo'p. Bunaqa ko'paytirsak osonroq bo'ladi-da, o'zlaringizga ham ancha oson bo'ladi. 13 ni 10 qo'shilgan 3 deb yozib olaman. Shunda endi housni ochaman. 81 ga 10 ni ko'paytiramiz, qo'shilgan 81 ga 3 ni ko'paytiramiz. 81 ga 10 ni ko'paytirsak 810. 81 ga 3 ni ko'paytirsak 243. Qo'shsak 1053 bo'ladi. Endi 81 ga 13 ni ko'paytirsak 1053 bo'lar ekan. Endi virgullarni qaytib qo'yish kerak joyiga. Bu yerda ikkita son, bu yerda ham ikkita son. Jami 4 ta son bor ekan. Demak, mana bu yerda turgan virgulni 4 ta birlik bu yerga tushirib qo'yamiz. Demak, javob bizlarda 0.1053 bor ekan. Demak, virguldan so'ng nechta son bor? 1, 2, 3. Demak, 3 ta son. 15 ga 7 ni ko'paytirib olamiz. Bu 105 bo'ladi. Demak, virguldan so'ng 3 ta son. 1, 2, 3. Demak, virgul mana bu yerga qo'yilar ekan. 0.105. Agar x plus y plus z 3 bo'lsa, mana bu qiymatni topishimiz kerak. Houslarni ochib chiqaylik. Houslarni ochayotgan paytda shunchaki ochiladi, sababi hech narsa yo'q-da houslarning yonida. X plus y qo'shilgan x plus z qo'shilgan y plus z. Demak, mana bu ikkalasi bir xil. Qo'shilib ketsa, misol uchun 3 ga 3 ni qo'shsak 6 bo'ladi. Bu degani 2 ga 3 ni ko'paytirdik degandek gap. Shunda x ga x ni qo'shdik degani bu 2 ga x ni ko'paytirdik degan bilan bir xil. Qolganlari ham xuddi shunday. 2z, 2y. Endi uchalasida ham bosh koeffitsentlari bir xil, ya'ni bir xil sonlar ko'payapti-da uchalasiga ham. Bu degani mana shu sonlarning housning tashqarisiga chiqarib yuborsam bo'ladi degani. 2 ko'paytiruv x plus y plus z. X plus y plus z bizlarda nimaga teng? 3 ga teng ekan mana. 2 ga 3 ni ko'paytiramiz, 6 bo'ladi. Tenglama nechta ildizga ega? 5x plus 3 housni ochsak 5x ga ham minus 2 ga ham ko'payadi. 5x minus 10 plus 4. Demak, 5x plus 3 teng 5x minus 10 plus 4 yoki-da nima bo'ladi? Minus 10 ga 4 ni qo'shsak bu minus 10 deganimizni boyagidek bizlar berishimiz kerak bo'lgan qarzga o'xshataveringlar. Misol uchun bizlar birovdan 10 so'm qarzmiz, unga 4 so'm to'ladik mana, plus berdik. Qancha qoladi? Ya'ni qancha qarz qoladi? 6 so'm qarzimiz qoladi mana, xuddi shunday. Demak, endi mana bu minus 6 ni chap tarafga, buni o'ng tarafga o'tkazaman. Shunda minus 6 chap tarafga o'tganda 3 bilan 6 qo'shiladi. Bu tarafda 5x minus 5x. 3 ga 6 ni qo'shsak 9. 5x ayrilgan 5x, ya'ni ikkita bir xil sonlar ayirmasi bu bizlarda 0 ga teng bo'ladi. Ammo 9 degan son hech qachon va hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi. Bu degani mana bu yerda javob yo'q. Yechimga ega emas. Tenglama nechta ildizga ega? Bu yerdan xuddi shunday houslarni ochib chiqamiz. 4x plus 5. Housni ochsak 4 ga x ko'payadi, 4 ga minus 3 ni ko'paytiramiz. Shunda 4x 4 ga 3 ni ko'paytirsak 12 bo'ladi. Qo'shilgan 7. 4x plus 5. 4x minus 5. Demak, bu minus 5 ni chap tarafga, 4x ni o'ng tarafga. Shunda minus 5 chap tarafga plus 5 bo'lib o'tadi. 4x minus 4x. 5 ga 5 ni qo'shsak 10, 4x dan 4x 0 bo'ladi. Ammo 10 0 ga teng emas. Yechimga ega emas. Tenglamani yechimga kelgan. Demak, mana bu narsani bu tarafga o'tkazaylik. Shunda u chap tarafda mana bu yerda minus bo'lib turibdimi? Demak, o'ng tarafga o'tayotgan paytda plus bo'lib o'tadi. Ya'ni modul minus x. Endi modulning ma'nosi bu shunchaki ichkaridagi, mana bu ichkaridagi sonni plus qilib berish. Misol, plus qilib berish shunchaki qiladigan ishi shunaqa. Ya'ni ichkarida turgan son bu xoh minus bo'lsin, xoh plus son bo'lsin, baribir uni modulning vazifasi shuni plus qilib chiqarib berish. Misol uchun minus ilzo modul minus 2 mana shu minus sonni plus qilib chiqarib berish. Mana xuddi shunday. Mana shunday. Endi bu moduldan misol uchun 5 chiqyapti. Demak, uning ichkarisida qanday son turishi mumkin? Birinchidan 5 bo'lsa 5 turaveradi. Ya'ni moduldan 5 o'zi chiqaveradi. Undan tashqari mana bu minus x degan sonimiz minus 5 ham bo'lishi mumkin. Sababi modul uni baribir 5 qilib beradi.
Boshqa vaziyatlar yo'q. Demak, bu yerdan x teng -5 bo'ladi. Bu yerdan x teng 5 bo'ladi. Demak, umumiy javob sifatida bizlar 5 ning plyus va minus qiymatlari. Tenglamani yechinga elgan. Demak, shu yerda bitta savol. Moduldan 0 chiqqan ekan. Qaysi sonning moduli 0 bo'ladi? Plyus 0 bilan minus 0 ning. Ammo hech bir eshitganmisiz plyus 0 yoki minus 0 deganni? Yo'q, sababi plyus 0, minus 0 deb hech qachon aytilmaydi. Bu ikkalasi bir xil narsa. 0. 0 deganimiz u yo'q degani. Shuning uchun faqatgina bitta son bor o'zi, ya'ni plyusi ham, minusi ham yo'q bo'lgan. Bu 0 hisoblanadi. Ya'ni faqatgina 7 minus x bu yerdan 0 ga teng bo'lishi mumkin. Minus 0 ga teng bo'ladi deb ayta olmaymiz. Bu umuman xato narsa. Demak, minus x ni bu tarafga o'tkazsak 7 teng x bo'lar ekan. Ya'ni x degan sonimiz bizlarda 7 bo'lishi kerak ekan. Abrorning uyidan ish xonasigacha bo'lgan masofa 12 kilometr. Abror yo'lning 25% ni bosib o'tdi. U ish xonasigacha yetib borish uchun yana necha kilometr yurish kerak? Demak, umumiy 12 kilometr edi. U uning 25% ni bosdi, ya'ni bosib o'tdi. Demak, 12 ni demak foizdagi sonni 25% ni songa aylantirish kerak. Buning uchun esa uni 100 ga bo'lamiz. Bu degani 12 ga 25 ni ko'paytirib 100 ni bo'lamiz degandek gap hisoblanadi. Birinchi navbatda 12 ga 25 ni ko'paytirib yuboraylik. 12 ga 25 ni ko'paytirsak bu 300 bo'ladi, bo'lingan 100. Bu 3 bo'ladi. Demak, Abror bizlarda umumiy 12 kilometrning 3 kilometrini bosib o'tgan. Shunda endi u bosmagani yoki-da endi bosadigani 12 dan 3 ni ayirib tashlaymiz, ya'ni 9 kilometrni bosishi kerak ekan hali. Demak, chizmadagi ma'lumotlardan foydalangan holda A va S burchakni toping. Bu yerda biroz xatolik ketgan. S mana bu yerda turish kerak emas, bu yerda turish kerak. Bu yerda. Sababi aniq-ku, A va S deganimiz bizlarda qanday gradus? 90 gradus. Bu yerda biroz xato ketgan. Xo'p. Demak, mana bu 5x ga, mana bu 5x degan gradusga x degan gradusni qo'shsak, nimani beradi? Mana bu umumiy bu gradusga bu gradusni qo'shsak mana necha gradusni beradi? 90 gradusni beradi. Bu degani 5x ga x ni qo'shsak degani bu 6x 90 gradus. Misol uchun gradusni yozmasak ham bo'ladi. 6 ga qaysi sonni ko'paytirsak 90 bo'ladi? Bu albatta 15 degan son. Bizlardan A va S so'ralgan, ya'ni 5x. 5 ko'paytiruv x ning o'rniga 15 ni qo'yamiz, necha bo'ladi? 75 gradus bo'lar ekan. Besh burchakli prizmaning qirralar sonini toping. Besh burchakli prizma. Mana bu bizlarda besh burchak. Endi undan bizlar prizma yasashimiz kerak. Mana besh burchakli prizmaning nechta qirralari bor? Qirra deganimiz mana bu. Birta, mana ikkita, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi, yettinchisi, 8, 9, 10. Demak, 11, 12, 13, 14 va 15. Jami 15 ta qirra ekan. 6 burchakli prizmaning qirralar soni nechta? 6 burchak. Endi bizlarda 6 burchak. Hozir chizish
Kattaroq bo'lib ketgan bo'lsa ham chizdim mayli. Mana bu bizlarda mana mana bu bizlarda mana olti burchakli prizma qirralari bitta, ikkinchisi qirra, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 va bu yerda bittasi bor 18. 18 ta qirra bo'lar ekan. 200 ta kubning hajmi 24 metr kub bo'lsa, bitta kubning hajmi necha santimetr kub? Demak, birinchi mana bu yerda santimetr kubda so'ralgani uchun mana bu metr kubni santimetr kubga aylantirishimiz kerak. Demak, birinchi metrdan santimetrga aylantirish uchun nima qilamiz? Metrdan santimetrga o'tayotgan son bu ko'payadi. Ya'ni metrda 1 metrimiz 100 santimetr, ya'ni metrning o'rniga 100 santimetrni qo'yamiz. Uning kubi, ya'ni metr kub. Endi 100 ning kubi nimaga teng? 100 ning kubi deganimiz 100 ni o'ziga 3 marta ko'paytirish kerak. Ya'ni 124 ko'paytiruv 100 ni o'ziga yana 3 marta mana. Va santimetr kub bo'ladi. Demak, mana bu yerda nechta nol hosil bo'ladi? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita nol hosil bo'lar ekan. Mana bu santimetr kubda. Endi 200 ta kubning hajmi mana shuncha bo'lsa, bitta kubning hajmini topish uchun shu hajm mana buni bizlar 200 ga bo'lishimiz kerak. 200 ga bo'lishimiz kerak. Demak, bu orqadagi bitta nollar qisqaradi. Bu yerda 240 ming, 240 mingni 2 ga bo'lsak, bu 120 ming bo'ladi. Javob. To'g'ri parallelipipedning asosining katta tomoni 9 ga, asosining yuzi 26 ga teng. Parallelipiped asosining kichik tomonini toping. Bu yerda bitta so'z qolib ketgan. To'rt burchak degan. To'rt burchakli. Demak, parallelipipedning asosi bizlarda to'rt burchak. Ya'ni bu qanday shakl? Korobka. Pardon, qog'oz. Korobka ekan. Mana. Bu bizlarda parallelipiped hisoblanadi. To'rt burchakli parallelipiped. Shuning asosi. Asos bizlarda mana bu. O'zi parallelipiped yoki boshqa jismlarda o'zi ikkita asos bo'ladi ko'pincha. Yuqori va pastki asoslar. Hozir bu men bo'yagani bu pastki asos. Yuqorgi asos mana bu. Patolog. Demak, pastki asos yuzi bizlarda 26 cm kvadrat ekan. Uning katta tomon uzunligi 9 cm. Kichik tomon uzunligini topishimiz kerak. Uni x deb belgilab olaman. Endi asosi bizlar nima? To'g'ri burchak. To'g'ri burchak. Endi to'g'ri burchakda uning yuzi 26 cm kvadrat deyilgan. Bu yuzani topish uchun nima qilamiz? Ikkita tomonlarni ko'paytirishimiz kerak, ya'ni 9 ga x ni ko'paytiramiz. Mana bu yerda x ni birinchi yozing. X ga qaysi sonni 9 ga qaysi sonni ko'paytirsak 26 bo'ladi deb ayta olmaymiz, sababi 26 biroz nima desam bo'ladi? Yaxshi son emasda 9 bilan kelisha oladigan. Shuning uchun 9 ni bu tarafga o'tkazamiz deb aytamiz. X teng bo'ladi shunda 9 ko'paytirib bo'lib turgan bo'lsa, o'ng tarafda chap tarafga tenglikning, ya'ni boshqa tarafga o'tayotgan paytda u endi bo'lish bo'lib tushadi. Endi 26 taqsim 9 deganimiz bu bizlarda surat mahrajdan katta bo'ldimi? Bu noto'g'ri kasr deb aytiladi. Noto'g'ri kasrni bizlar javoblardagidek aralash kasrga aylantirib qo'yishimiz kerak. Demak, 26 ni 9 ga bo'lsak, butun qism necha bo'ladi? 2 bo'ladi, ya'ni 18 dan. 9 qoldi necha bo'ladi?
18 chiqqan bo'lsa 26 gacha unga yana 8 kerak bo'ladimi? Qoldiq 8 bo'lar ekan. Qoldiq esa mana bu suratga yoziladi. Mana shunday. Butun qism qoldiq va bo'layotgan narsa. 2,8 taqsim 9. Bu javob bo'lar ekan. Hop. Demak, shu bilan bizlarda umumiy ikkita smena bo'yicha 30 ta savollarimiz tugadi. O'ylaymanki, tushunarli bo'ldi. Shu bilan ham darsimiz tugadi. Xayr, sog' salomat bo'linglar.